Oyi. Oyi, oching, biroz yuzingizni ko'ray. Oyi. Saadit opa, Akan, nima bo'ldi? Nimadir bo'ldimi? xonaga qamalib oldi. Kechadan beri chiqmayapti. Nega? Kecha Yamachni qizini ko'rgani borgandi. Nabiramni mendan judo qilmasalar kerak dedi. Lekin keyin yig'lab qaytib keldi. Ahvolini ko'rganingda endi bir ahvol dedi. Keyin esa xonaga kirdi. Shu kirgan, boshqa umuman tashqariga chiqmadi. Bo'pti. Men bir qaray. Xudo haqqi juda yaxshi bo'ladi, Akan. Meni haydashi mumkin, lekin senga hech narsa demaydi. Bo'pti. O'zim qarayman. Buvi? Atishtirdimi? Shunchalik bo'ladi deyapsiz, ha? O'zi yiqilgan yig'lamaydi deyishgan. Unda kimdan xafasiz, buvi? Nabiramni menga ko'rsatmadi. Usiz ham o'g'lim yuzimga qaramayotgan edi. Nohaqmi? Yo'q. Siz xato qilishga unchalik ham o'rganmagansiz. Xatoni tan olish qiyin. Pushaymon bo'lish esa eng qiyini. Lekin hamma kun kelib qilmishini badalini to'layapti. U hisob hech ham adashmayapti. Shuning uchun menimcha kech bo'lsa ham xatoyingizni tuzating. Yana meni noto'g'ri tushunmang. Yotgan joyingizda ko'p yig'lading deb hech kim sizni kechirmaydi.
Og'a, shuni surganingizda mikrob yo'qmasin deb. Ali, bor, ket. Yaxshisiz a? Ko'rdingiz a? Meki meni qanday urdi? Ali. Meki meni urdi, birodar. Yo'q, unday qilmaydi. Alloh, Alloh. Alloh, Alloh. Sekin yaramas, sekin. Baqirma, yaramas, nima qilay? Ko'karsinmi? Biroz chida. Yaramas. Olmani kilosi qancha, Jumali? 5 lira, 5 lira. Hali ham olma deydi-ya. Ey xudoyim, sizga nima bo'ldi? Do'pposlashdi. Og'zi burnimizni bejab qo'yishdi. Ushla. Ber. Bos. Yo'q, siz qarshi tomonni ham ko'ring, opa. Ey xudoyim, 5 lira opa. Qancha To'g'risi, tortay? 1 kilo tort deyman, lekin ahvoling yaxshi emas. Yaxshiman opa, yaxshi. Siz xavotir olmang. Oling, mana bunisi meni hisobimdan. Rahmat, Jumali. Sog' bo'ling. Sizlar ham sog' bo'linglar. Rahmat opa, sog' bo'ling. Faqat borku, sizga barakalla. Har qanday holatda rastangizni boshdasiz. Bo'lakay, jahlimni chiqarma, yaramas. Sizlar ham menga qarang. Nima, bu yer shifoxonami? Bozor bu, yaramas, savdo qilishimiz kerak. Qani turinglar. Ali, menga bitta etak ber. Hozir og'a. Oling og'a. Qani keting. Biz ham savdo qilaylik, qani? Ha, opa, mevalarni olib qoling, mevalardan. Opa, go'sht yemang, mevaga keling. Telefonni o'chirmading-a? Yo'q, ovozini o'chirdim. Yaxshi, uni menga ber. Buni bermayman. Birodar, lekin shunga qara. Juda chiroyli. Uchida varrak ham bor. Qizil. Maxsus yasattirgani aniq. Tavba. Birodar, tasbihni nima qilishadi? Balki u odam o'lmasdan tushirib qo'ygan. Yo tavba. Bo'ldi, kelishyapti. Buni sen ol. Nima bo'ldi, ketdimi? Biz kutdik, lekin hech narsa demadi. Ketdi. Mana bularni berdi. Yana qayerga ko'mganini aytdi. Bor gap shu. Bo'pti. Siz ishingizga qayting. Eshitmadingiz, ko'rmadingiz, bilmaysiz. Kel. Bezovta qildim, lekin Nimadir bo'ldimi? Jilasuvni so'ramoqchi edim. Nima bo'ldi? Ketdimi? Ketdi. Senchi? Men shu yerdaman. Aytganimdek, ko'niksang yaxshi bo'lardi. Sendan qutulishni xohlayapti deb o'ylayapsanmi? Lekin yoqtirmasliging aniq. Nega unday qarayapsan? Odam qanaqasiga shunchalik adashishi mumkin? Shuni tushunishga harakat qilyapman. Senga yana tushuntiraman, Qaracha. Ha? Men ablah odamman. O'zing ham buni juda yaxshi bilasan. Hatto hammadan yaxshi bilasan. Lekin shunga qaramay meni yaxshi ko'rasan. Chunki boshqa chorang yo'q. Shuning uchun sen qancha xato qilsang ham zinhor sendan qutulishni xohlamayman. Chunki men ham seni hammadan yaxshi ko'raman. Sen meni
Yaxshi ko'rasan, shundaymi? To'g'ri. Bu mehrmi? Bilmayman. Balki kasallikdir. Shunday deganding-a? Men shifoxonadaligimda. Agar shunday bo'lsa ham, ya'ni bu bir kasallik bo'lsa ham, men bu kasallikdan hech ham tuzalmayman. Esingda bo'lsin. Tinchlikmi? Bu yerda nima bo'ldi? Bir-birlarini yeyishdi. Kim? Salih bilan Yamach. Ana senga. Oqibati shu. Kayfiyatingiz buzilibdi. Ko'rinib turibdi. Lekin men sizga ajoyib xabarlar olib keldim. Fayoz, bizni biroz xoli qoldir. Karaja rosa xavotir olibdi. Unda xabar berdi. Ortiq xavotir olmasin. Xo'p bo'ladi. Allo, Mekki? Gapir, Karaja. Jelasundan xabar bormi? Men qo'ng'iroq qilyapman, javob bermayapti. Yo'q, xudo haqqi, xabar jo'natdim, javob ham yo'q. Mashina haydayotgan bo'lsa kerak-da. Shunga ko'tarmagandir. Qanaqa mashina hozirgacha allaqachon borgan bo'lishi kerak edi. Karaja, xudo xayringni bersin, yomon narsalarni o'ylama. Endi qo'ng'iroq qilar. Shoshma, bir daqiqa. Bu yer juda chiroyli. Tez orada seni ham kutaman. Ahmoq. Nima? Ha, hech gap yo'q. Hozir xabar jo'natibdi, Urlaga boribdi, rasm jo'natibdi. Shoshma, yana bitta keldi. Yaxshi ekan, telefonini quvvati kam ekan, bizga qo'ng'iroq qilar ekan. Yaxshi, hech bo'lmasa senga xabar jo'natyapti. Demak, birodar umuman esiga kelmayapti. Qizg'anma, senga ham qo'ng'iroq qiladi. Ko'ramiz. Mayli, ko'rishguncha. Mayli, ko'rishguncha. Ahmoq. Javob yozdi. Nima deydi? O'zingni ehtiyot qil debdi. Endi o'char. Yana qo'ng'iroq qilmasin. Quvvatiga ham e'tibor ber. Onda sonda yozibdir. Lekin boshqa bir masala bor. Karajaga bir necha kunlik mashg'ulot topishimiz kerak. Diqqatini chalg'itishimiz uchun. Men qiladigan nimadir bormi? Sen Fayozni chaqir-da, menga bir qahva damlasan. Xo'p bo'ladi.
Fayoz. Kel. Jumali Beyga qahva damla. Xo'p bo'ladi. Kayfiyatingiz joyiga tushdi shekilli. La. Ha, qiz tuzaldimi? Afsun. O'ylamayman. Lekin meni unchalik ishonchim komil emas. Uyida tinchlik, xotirjamligi bo'lmagan odam boshqalarning dardiga davo topishga urinmaydi. Lekin oxirgi marta zindonda ushlab turishgandi. Odamlaringga xabar ber. Borib qarasin. U yerda bo'lsa, keragini qilsin. Bo'lmasa, qayerda bo'lsa ham izlatsin. Topishsin, qizni dorisini bersin. Xo'p bo'ladi. Siz qachon keldingiz? Ko'p bo'lmadi. Bu nima ahvol, Salih? Hech gap yo'q, Saadet. Shumi hech gap yo'q, Salih? Hech gap yo'q dedim, Saadet. Xudo haqqi o'z holimga qo'y. Amaki keldi, Saadet. Tartib o'zgardi, Saadet. Bundan keyin chuqurda qon oqmaydi, Saadet. Nima bo'ldi? Yolg'onmi? Men 3 yil davomida bir kun ham shu ahvolda uyga keldimmi, a? Ko'ylagimda qon dog'i bilan ichkariga kirdimmi? Kirmadim. Lekin tartib baribir buzilyapti. Men shuncha paytdan beri nega hech narsaga ovozimni chiqarmayapman, jimman. Shu bo'lmasin deb. Lekin bu Yamachni qiziqtirarmidi? Yamach oilasini himoya qilyapti, Salih. Qiziq, men nima qilmoqchi bo'lyapman? Sizga gapirmayapman, Salih. Avval ham necha marta aytdim, yana aytaman. O'sha amakini o'zidan boshqa hech kimni o'ylamayapti. Yetar! Amaking. Axir faqat men amakimman. Bu odamni biz nega amaki deyapmiz? Chunki dadamizni og'asi, og'ayini axir ular, og'ayini. Uni omonati nima qilay? Borib o'ldiraymi? Gapir. Borib o'ldiraymi? Qolaversa hammasi ham mayli. Quloq sol. Bu odam bu yerga kelganida so'z berdi. Aytdiki, chuqurda boshqa qurol otilmaydi, qon oqmaydi dedi. So'zida turdimi? Turdi. Menga shu muhim. Yo'q, chuqur eski chuqur emasmish. Mayli bo'lmasin. Menga nima? Nima qilaylik? Salih? Eski kunlarimizni sog'inmaylikmi? Ha, buni sen aytyapsanmi? Ha? Axir sen emasmisan? Kichkinaligingda uyi o'qqa tutilgan? Ha? Ko'mirning tagiga yashiringan sen emasmisan? Sen ham mayli. Xudoga shukr tiriksan. Axir bir Allohning bandasi menga javob bersin. Meni dadam qayerda? Meni birodarim Selim qayerda? 10 gulidan bir gul ochilmagan ajar qayerda? Men aytaymi senga qayerda? Hammasi siz o'sha juda ham sog'ingan eski chuqurda. Jumali qayerda, Salih? Ha? Yamach qayerda? Qayerdalar bilasanmi, Saadet? Hayotdalar. Tirik. Qabrda emas. Xohlasa mendan nafratlanishsin, xohlasa dushman bo'lsinlar. Lekin tirik bo'lsalar bas. Bo'ldimi? Marhamat opa, Alloh barakasini bersin. Bir narsa bor. Nimanidir o'ylayapti. Keldim opa. Sariq, qizil qaysi biri? Sariqdan bering. Salih, lekin Vartolo. La'nati. Nimadir bor. Ishongani, o'ylagani, voz kecha olmaydigani nimadir bor. Pul bo'lishi mumkinmi? Yo'q,
Bu pul bilan bo'ladigan ish emas. Pul bilan, boylik bilan emas. Ya'ni, nimadir qilib aylantirishyapti tegirmonni. Shunday davom etishni xohlayapti, lekin boshqa narsa. U o'zini o'ylamaydi. Qanaqasiga o'ylamaydi? O'ylamaydi, chunki o'zini sevganchalik o'ylamaydi. Eng yaxshisi sen bilasan, Medet, sen ayt. Men boshqa gaplashmayman, Yamach. Yaxshi qilasan, Medet, gaplashma. Usiz ham bundan keyin hech kim gaplashmasin. Yana nima bo'lyapti, ha? Nima bo'lyapti, Yamach? Seni hamma aytganingni qildik? Nimadir bo'ldimi? Bo'lmadi. Bo'ladi. Nima bo'ladi, bolakay? Xudo xayringni bersin. Biz odamlarimizga so'z beryapmiz. Sizga ish topamiz, osh topamiz deb. Seni o'sha kechirasan-u, juda ham qadrli dadangning o'g'li kelib, yana ishimizni beliga tepdi. Noto'g'rimi? To'g'ri, mayli. Hatto qo'ldan kelganini qilsin. Men so'zimda turaman, quloq soling. Siz yonimda bo'lsangiz ham turaman, bo'lmasangiz ham turaman. Oxirgi so'zim. Yetar. Darrov taslim bo'lishadi-ya. Gapir, Fayoz. Ishonching komilmi? Bo'pti. Yaramas, eski chuqur deb, oxirida hammamiz o'lib ketamiz. Bola chaqa hammasidan ayrilamiz. Yaramas, aqalli bittangiz xavfni kattaligini sezsangizcha, biroz sabrli bo'ling. Boshqalar-ku mayli. Xotinimcha, aqalli xotinim yonimda bo'lsin, ha? Xotinim yonimda bo'lsa, nima qiladi? Nima deysan? Nega baqiryapsan? Hali hech narsa demadim. Uf, hozir kecham sen bilan o'ralashmoqchimasman. Bir daqiqa, zinhor o'chirma. Nimani xohlaysan? Kim seni shunchalik jahlingni chiqardi? Senga nima? Uzr so'rayman, bezovta qilishni xohlamagandim. Bo'pti, aybga buyurma. Biroz bemavrat qo'ng'iroq qilgandingda shunga. Men seni eshitish uchun qo'ng'iroq qilgandim. Axir so'z berganding. Gaplashgandik. Demak, so'zimda turishimdan ishonching komil-a? Senga ishonaman degandim. Nahotki. Ishonadigan faqat sen qolding shekilli. U nima deganing? Hech narsa degani emas. Bo'pti, sen yutding. Ertaga kechqurun kel. Nimani xohlasang so'ra, xo'pmi? Lekin yoqmagan savollarga javob bermaysan. Xuddi shunday. Mayli. Keldim Nedimbe. Yo'q, hamma yoq toza. Xavotir olmang, ishni tugatishim bilan xabar beraman. O'tgan safargidek olib keldim. Bo'pti. Tushundim. Qani uyg'on. Dorilaring keldi. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Qo'yvor. 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 Qo'yib yubor. Bo'ldi. Bo'ldi, jinorsan. Kim u? Afsunga dori bergan. Ahmoq. Nima qilyapsan, yaramas? Hammani ko'z oldida-ya. Haqsan. Bu yerdan yo'qolinglar. Yo'qolinglar deyapman. Bo'ldimi?
Suretlere dönüyor çukurdan. Kaçış yok, kaçış yok. Gözüm kana kire bulanıyor bu. Savaş daha yeni başlıyor. Gölgeler suretlere dönüyor çukurdan. Kaçış yok, kaçış yok. Zinhor. Takrorlayman. Zinhor. Og'a, Fayoz yopayotganmiding? yopyapman og'a, lekin sizni bu yerda ko'rishmasin. Qo'rqma, ko'p qolmayman. Senga bir iltimos bilan keldim. Shuni qila olasanmi, qila olmaysanmi, o'zing bilasan. Ayting og'a, qo'limdan keladigan narsa bo'lsa. Men bu kecha sevgan ayolim o'lardi. Qutulishga harakat qilishayotgandi, lekin dori berishdi. Nima deyapsiz og'a? Kim qilganini bilaman. Lekin isbotlay olmayman. Bir ilojini qilib, suvdan quruq chiqadi. Salihni ham ishontiradi. Ishontira olmayman. Lekin boshqa tomondan bunday ham yasholmayman, Fayoz. Ertaga nima bo'ladi deb qo'rqib yasholmayman. Sendan iltimosim, biroz ko'zingni ochsang. Ya'ni xabar bersang. Xohlamasang ham Nimani eshitsam aytaman. Chunki bunda yashab bo'lmaydi og'a. Qo'rqib yashab bo'lmaydi. rahmat. Sen so'ra. Xudoyim. Og'a, bular bo'ldi. Rahmat. Ber medet, ber. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'ling. Nima qilamiz og'a, ketamizmi? Qayerga metin? Nima qayerga Jumalibi, ha? Yamash dedi-ku, turmaymiz, voz kechmaymiz. Allohim o'zing sabr bergin. Quloq soling arslon bolalari, men uyimga ketyapman. Kim qayerga ketishni xohlasa ketsin, xo'pmi? Yaxshi og'a, lekin nima, metin? Sen biroz avval bo'lib o'tganlarni ko'rmadingmi? O'sha yerda emasmidingiz? Birodarimiz degan odamlar bilan mahallani o'rtasida bir-birimizni yedik. Faqat shu kaltak yemaganimiz qolgandi. Xudoga shukr, u ham bo'ldi. Uyatdir, gunohdir, yetar endi. Endi hammasi tugasan. Kim nima qilsa qilsin, men uyimga ketaman. Ali! Qolgani senga. Bo'pti og'a, menda. Afsun? 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 Yamaç? To'xta. To'xta, nima bo'ldi? Menga bir qarachi. Hech gap yo'q, men biroz vaqt shunday bo'ladi shekilli. Javob ololmaganimga xavotir oldim. Senga nimadir qilishdimi deb, garchi men qo'limdan kelganini qilyapman. Men yaxshiman, qo'rqma. Yaxshisan. Mhm. Juda yaxshisan. Ancha yaxshiman. Senga aytgandim-ku. Vaqt Faqat u emas. ko'proq sevgi. Rosa yordam beryapti, lekin faqat u ham emas. Ay, Tinchlikdir inshaalloh. ha. Shu yerga o'tirsang, kel. Men bir narsa qildim. Nima qilding? Men ham o'tiray.
Kecha oying keldi. Masalani ko'rish uchun. Keyinchi? Keyin men uni menga nima qilgan bo'lsa, men ham xuddi shunday qildim. Jahling chiqdimi? Avval bo'lganda jahlim chiqardi. Ha, lekin oyimdan shunchalik g'azabdamanki, senga qilganlardan keyin, qizimga qilganlardan keyin. Albatta, yaxshi ish qilibsan ham demayman. Yo'q. Tabiiy hol. Sendan ham nega bunday qilding deb so'ramayman. Shuni so'rasang, meni hech qanday javobim yo'q. Chunki men o'yladim. Ya'ni nima bo'ldi dedim. Ko'rganlarimni ko'rmagandek bo'ldimmi? O'tmishni o'zgartirdimmi? Ya'ni hozir nima qildim dedim. Lekin shunday narsa bo'ldi. Ichim sovidi. Ya'ni biroz bo'lsa-da ichim sovidi. Yaxshi. Demak, qasos olish shunday narsa ekan. Chunki men avval ham qasos olishni ko'p ham xohlagan edim. Usiz ham bularni oxiri yaxshi tugamaydi. Buni bilamiz. Ya'ni ular bilinadi. Uf. Lekin shunday narsa ham bo'ldi. Bu yomon narsa. Buni xohlash. Yomon narsa. Yomon. Ya'ni odamni ichidan yeb bitiradi. Shundaymi? Lekin bu xuddi sharga o'xshaydi. Boshqa yo'li yo'qdek. Shundaymi? Men bilmayman. Koshki bo'lganda. Koshki bo'lsa. Boring, ko'z quloq bo'lingchi, nimani gaplashyapti? Muammo yo'q. Hal qildik. Seni muammo yo'q deganing shumi? Ko'zimga qarab turib odamni do'pposlab oldimizga tashlab ketdi. Dorilarni biz berganimizdan qanday xabar topdi, chindan ham bilmayman. Men senga Yamashni har bir qadamidan xabarimiz bo'ladi demadimmi? Yaramas, makondan qizni olib chiqyapti, o'rniga o'zi o'tyapti, tuzoq qo'yyapti, bizni odamimizni qo'lga tushiryapti, olib kelib ko'z oldimizda og'zi burnini qon qilyapti va bizning bundan xabarimiz yo'q. Beyimiz ham qanday bo'ldi bilmayman deb turibdi. Aybga buyurmang. Men kerakli choralarni ko'raman. Chorangni gapirma. Bu unday bo'lmaydi. Nima qilishimni xohlaysiz? Sen shoshma. Shoshmay tur. O'zim hal qilaman. Lekin hozir bo'lmaydi. Issiqligida bo'lmaydi. Hal qilaman. O'zim hal qilaman. Jumali,
Men. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'l. Nima bo'ldi? Nima bo'lsin? Hech narsa bo'lmadi. Hatto hech narsa bo'lmadi. Haliyam telefoningni quvvat oldira olmadingmi? Xush kelibsan, yo'qmi? Xush kelibsiz amaki. Xushvaqt bo'l. Qolganlar qayerda? Buvim tushmadi. Aqin Yasminning yonida, Saodat opa esa Idrisga qarayotgandi. Hammasi joyida. Joyida. Aslida yolg'iz qolganimiz yaxshi bo'ldi. Tinchlikmi? Tinchlik. Sendan bir narsani xohlayman. Albatta. Ertaga ertalab ertaroq chiqsang, omborlarimizni bir aylansang, ko'zdan kechirsang deyapman. Mayli, lekin u ishlarga Aqin qaramayotganmidi? Qarayapti. Lekin senchalik emas. Uni jo'natsam ko'nglim xotirjam bo'lmaydi. Tushundim, bo'pti. Unda bu ish senda. Ertalab Mekay kelib seni olib ketadi. Bo'pti. O'zim hal qilaman, siz hech xavotir olmang. Bilmaymanmi? O'zimni aqlli qizimsan-ku. Sog' bo'l.